Assalomu alaykum azizlar, hurmatli sog'lommiz. Charchamayapsizmi? Sigaret haqida gapirmoqchi edim. Germaniyada sigaret kamida 10 yevrodan boshlanadi bitta pochka. Endi tasavvur qiling, sigaret chekuvchi odam haftasi kamida 2 yoki 3 pochka chekadi o'rtacha olganda. Endi bu 30 yevro bo'ladi haftasiga. Endi tasavvur qiling, oyiga qancha ishlatadi. Va sigaret o'ylaymanki ikki holatda tashlasa bo'ladi. Birinchisi, o'sha sog'liq yetib kelganda, ikkinchisi aqliy ravishda nimadir sabab tashlashingiz mumkin. Masalan, bir ikki hodisalarni shu haqida ko'rib chiqdim. Masalan, qiz otasiga ada oyiz sasiyapti deganda, adasi bir kechasi uyga borib o'ylaganda va shu sabab sigaret tashlab yuborgan. Menimcha ikkita sababda, boshqa sababsiz sigaret tashlash qiyin deb o'ylayman. Va Germaniyada 14-15 yoshdan o'sha bolalar, qizlar ham sigaret chekishni boshlaydi.